Umumiy maydoni 87 kvadrat metrni tashkil etadigan 3 xona 4 xona qilingan yangi planirovka ostidagi remontlari yaxshi holatda bo'lgan kvartiramiz sotuvga qo'yilmoqda. Bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi, alohida o'zini kladovka uchun mo'ljallangan xonasi bor. Undan tashqari esa kattagina mehmonxona, alohida joylashgan sanuzel, oshxona va 6 metrli balkoni bor. Oshxonani esa balkonga olib chiqib qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin, remontlari yaxshi holatda turibdi. O'zingizga moslab jihozlarni kami-ketigini to'g'rilab olib, bemalol yashashingiz mumkin. Gaz, svet, suv kanalizatsiyalari yaxshi. Lokatsiyasi ham aniq sizni xursand qiladi. Parkovka va bolalar maydonchasi ham mavjud. Do'stlar, ushbu xonadonimizda egalar raqami ekraningizda turibdi. Bemalol o'zlari bilan telefonlashib, savdolashib ushbu xonadonni baraka qilishingiz mumkin. Narxini esa $41,500 baholashmoqda. 5 qavatli domning 4-qavatida joylashgan ushbu xonadonimiz Farg'ona shahar Frunskiy massiv. Kaskom Olimpiyskiy kollejning shundoqqina yonginasida joylashgan domda bo'ldi. Birgalikda obzorni ko'rdik. Ekraningizda turgan raqamlar bilan bog'lanib, savdolashib ushbu xonadonni baraka qilishingiz mumkin. Parkovka maydonchasi va alohida bolalar maydoni ham albatta bor.